Обращение Нурсултан Розыбаев, обращением sizga. Qirg'izistondan обращение bo'lyapti aka sizga. Kechaga bo'yingizni ko'rdik. Men Qirg'izistondan bo'laman, O'sh shahridan, atim Said Muhammad. Men o'zbekman. Aka, bo'yingizni ko'rdik, Qirg'izistondagi bo'yingizni. Biz действительно kutdik bo'ydi, что Nursulton Rozıbayev chiqadi, urushadi. Bo'yni ko'rdik, no bo'yni ko'rgandan keyin kaltayganingizni ham ko'rdik. Sizga bit urib tushirib qo'ydi. Bizni Qirg'izistonlik boyat Ariqbayev Oltinbek. Sizni O'zbekistonga o'tib, обращениеңiz неправильно bo'ldi. Siz u gap bilan межнациональный konflikt boshlashingiz mumkin. Tushunasizmi? Sizni bittasi gapingiz bilan agar неграмотность это означает, что bo'yda yutkizdingizmi, tanib turib, hurmat qilib, соперникni hurmat qilishingiz kerak edi. Birinchidan, siz mehmonmisiz? Mehmonligingizni bilib turib, sizni hurmat qilishyaptimi? Hurmatingizni biling. Siz ham hurmatini joyiga qo'yib qo'ying. Birinchidan. Ikkinchidan, siz O'zbekistonga o'tib olib, yozyapsiz, что qirg'izistonliklar неправ, что неправильно поступили. Они правильно поступили. Sizni hamma videosi bor. Siz yutkizganingiz, что Chelsiga urib knockdown bo'lganingiz, keyin ringdan chiqib ketganingiz, hamma videosi bor. Fakt bo'lsa fakt. Qirg'izistonliklarda siz u чисто спортивный интерес bo'lsa, спортивный интересsiz qolsin nasharda. Siz agar Qirg'izistonliklarni qo'shishga haqqingiz yo'q. Qirg'izistonliklar men Qirg'iziston uchun jonimni beraman. Men Qirg'izistonda tug'ilganman, Qirg'izistonda katta bo'lganman. Katta bo'laman ham. Shuning uchun qirg'izistonliklardan kechirim so'rab qo'ying. Если ты истинный боец, ты должен уметь проигрывать. Если ты не умеешь проигрывать, то ты не боец.